Assalomu alaykum. Bu murojaatim suyagida yemirilishi bor yoki endigina kuzatilayotgan insonlar uchun. Men 5 yil oldin ko'ksi artroz kasalligiga duchor bo'ldim va juda ko'p doktorlarga ko'rindim. Toshkentga borib doktorlar maslahatini oldim. Ular faqatgina operatsiya yo'li deb javob berishdi. Men bu narsaga ko'nmadim. So'ngra davolanib yurdim. O'tgan yili argon mahsulotining reklamasiga ko'zim tushdi va shuni o'zimda sinab ko'rdim. Natijalar juda zo'r. Allohga behisob shukr, alhamdulillah. Juda yaxshi natijalarga erishdim. Oldingidek og'riqlar yo'q. Yurishda o'zgarishlar juda yaxshi. Boshqalarga ham shuni tavsiya qilib qolaman.